على سيدنا مصطفى على حبيبك نبيك مصطفى. Assalamu alaykum, hurmatli tug'anlar, hurmatli ahli bayt muchalari. Borboraziya saytlar uyumu, saytlar markazi chechim chiqaradi. Saytlarning tarixini iliklab taqto maqsadida tuzilgan komissiya to'bining qatorina O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahrining yashovchisi Said Nuriddin Xo'ja Amirxon o'g'li komissiya müchasi bo'lib tayinlansin. Jana bugungi kundan boshlab o'z ish merduvligini boshlasın. O'zingizlarga belgili, hurmatli tug'anlar, Said Nuriddin Xo'ja Amirxon o'g'li Borboraziyada saytlarning tarixi bo'yicha ko'ptagan menetlarni jasagan, Qozog'istondagi, O'zbekistondagi saytlarning tarixini iliklab, al menet bir qancha kitob bo'lib jarib ko'rgan. O'shondiqdan men o'ylayman, dag'ida komissiya to'bi kuchga kirdi. Dag'ida komissiya to'bining ishi alga qaray yurib boshladi. Inshaalloh men o'ylayman, bu eng yaxshi chechim bo'ldi. Muborak bo'lsin. Alloh taolam qabul qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum.